بىرۇنى ئاپتورى ھاجى ئەكبەر مۇھەممەدنىياز 6. قىسىم bir qism موھىم ئەسەرلىرى 1. Hindiston tarixi Bu kitap bizga hozirgacha yetib kelgan Hindi dinining e'tiqodi, ularning qonun tuzumlari, nikah, yemak-ichmak, ziyofat, turmush va tildagi alaydiliklarni tasvirlash uchun kelgan eng muhim va eng kengri mo'l mazmunli kitob. To'liq ismi Hindiston haqida aqlga xo'p keladigan yoki uval qilingan narsalar haqida tahqiqot bo'lib, qisqartilib Hindiston deb qiliplashgan. Uningdan boshqa Birunining Hindiston haqida izlangan kitobi, Birunining Hindistoni degandek ismlar bilan tonilgan bo'lib, Hindiston xalqlarining milliy madaniyati va barliq dillarining xulosasi bayon qilingan qimmatlik kitob edi. 2. Astronomiya mahorati, ya'ni sanoat haqida dastlabki tushuncha. Farscha. 3. Qadimgi davrlardan qolgan asar atiqalar, ya'ni yodikorliklar. U ilgirki madaniyatlarning tarixi va madaniyatini selishtirishdagi halqiliq tadqiqot asari bo'lib, bir necha boblari maxsus ba'zi xristian qavmlari uchun ajratilgan. Buningdan sirt, u kitobda astronomiyalik, matematikalik va tarixiy uchurlar bor. 4. Xon jamiyati kalendari. Bu kitob o'tgan asrlardan qolib qolgan yodikorliklar nomli kitobdan. Qisqartilib fransuzchaga tarjim qilingan arabcha tekstlik risola. 5. Al-Qanun al-Masudi. U olam ilmi, jug'rofiya va injenerlik qomusi bo'lib, 1030-yili Әмділа dadısının o'rniga sultan bo'lgan G'aznaviylar sulolasining hukmroni Mas'ud ibn Mahmud al-G'aznaviyga bag'ishlangan. 6. Astronomiya mahoratini tushunish. U arab va fors tilidagi matematika va olam ilmi to'g'risida savol-javob uslubida yozilgan kitob. 7. Dorigarlik kitobi. Dorilar qomusi va ularning ishlatilishi haqidagi yetuk va qimmatlik tibbiy asar. 8. Go'harni bilalaydigan amma. Mavdud ibn Mas'ud al-G'aznaviyga bag'ishlangan mineral moddalar va go'harlarni bilishning geologiyalik qo'llanmasi. 9. Astronomiyalik oraliq o'lchigich. 10. Mahmud G'aznaviy va dadisi Subuq, ya'ni Sutuq tekin haqida bayonlar. Mazkur tarix kitob bizning hozir qo'limizda bor bo'lgan G'aznaviylar sultoni Mahmudning dadisining aslida Samaniylar tarafidan bulab ketilgan Qaraxonlar jamiyatidagi bir tekin ekanligi. G'aznaviylarning qurg'uvchisi Olib tekin uning Qaraxonlar bilan munosabatini bilgashga o'pdan beqib qatorga qo'shganligi. Oxirda G'aznaviylar sultonlari uning avlodlari qo'lida davom qilganligi haqidagi faktlarni isbotlab berdigan sanoqliq muhim tarixiy materiallarning birisi bo'lib hisoblanadi. Mundaqcha qilib aytganda, G'aznaviylar Qaraxonlarning Xuroson, Xorazm, Eron, Ozarbayjon, Afg'oniston, Taxariston, Kashmir, Pokiston va Hindistondagi soyisi va ko'langisi desak, xatolashmaymiz. Mana bu ularning Qaraxonlardek
ата бовысы yoki Saljuqiylardek dadısının namını qo'llanmasdan balki G'azna shahrining ismini qo'llanishining bir sababidir. 7. Vafoti va asarlarining taqdiri. Біруні vafot bo'lgandan keyin G'aznaviylar sulolasi davrida va keyingi asrlarda uning tadqiqotini asos qilgan yangi bayqashlar faqat maydonga kelmagan. Shundaqla bu kitoblarni keyingi davrlardagi to'van saviyalik boshqa avtorlar asosan naql keltirmagan. Oqibat bu yozmalar necha yuz yildan, ya'ni 700 yil keyin ondan G'arbiy Yevropa tarafga tarqalishga boshlagan. Boshqa joylarda tarqalishdan to'xtagan. Chunki 1092-yili 14 oktyabr va 18 noyabrdagi Saljuqiylar sultoni Malikshah bilan uning dana vaziri, siyosat nomining āptورى Nizamul Mulk vafot bo'lgandan keyin bo'libmi Jaloliya Turkan Xotun 1094-yili sentabr vafot bo'lgandan keyin G'arbiy islom dunyosi ma'naviy jihatda jaholatning, harbiy jihatda ahli salibining, moddiy jihatda oltin kumushning zarbisida kun siri nadonlashib, ojizlashib va qattiq chiriklashib tugishib ketdi. Ahli salb balasi 1250-yili aran oxirlashib tursa, 1256-yili Mo'ng'ul istilasi Bag'doddagi barcha bilim g'aznasini abadiy yo'q qildi. Sharqda barliq turkiy xalqlarning qolgani Saljuqiylar va G'aznaviylarning ma'naviy ustozlari islom dunyosini sharqdagi ko'chman tajovuzchilardan qo'g'daydigan buyuk qarxonlarmi 1126-yili Mahmud Kashg'ari, 1128-yili uning navri jiyani Ahmad Rayhan, ya'ni Hasan Rayhan o'g'lining vafotidan keyin ojizlab ketgan. Jorjitlardan qechib kelgan Xitoy xonzodasi yo'lluq tosh udi besib kirib, barliq ko'chman qavmlarni kushkirtib 1134-yildan 1141-yillari har ikki qarxonlar qag'onlarni tizgini ostiga elib olgan. Qora Xitoylar davrida madaniyatda chekingan qarxonlar 1211-yildan 1218-yillari Nayman xonzodasi kuchlikning zo'ravonligi tufayli butunlay xaroblashib ketgan. Uningdan keyingi Mo'ng'ul istilosidan keyin Bىرۇنى kabi ensiklopedik buyuk olim qaytadan o'ttirg'i chiqolmagan. Oqibat bu uzukchilik Markaziy Osiyoning 1600-yillardan ta hozirgacha tushkunlashib, dunyoning eng yiroq chet joylaridagi yotlardan manjular, o'rislar va inglizlarni chillab kelgan. Natijada Bىرۇنى yozgan bu olamshumul kitob Hindistonliklar tarafidan emas, balki uning kushandisi bo'lgan Buyuk Britaniya tarafidan foydalanib ketilgan. Bo'libmi Hindiston madaniyati to'g'risidagi mazkur kitobi 17-asrdan boshlab Angliya imperiyasining Hindistondagi faoliyatida muhim rol o'ynagan. Bo'libmi Bobur Shohning 1542-yili 14-oktyabr tug'ilgan navrisi Әкбәр 1605-yili 13-oktyabr o'lib ketgandan keyin otasining diniy e'tiqod, siyosiy jihatdagi xatoligini tuzatgan Jahongir Shoh texmo ajallik tarixiy xatolik o'tkazib 1600-yili 31-dekabr ayol podshoh Elizabet bevosita orqa terak bo'lgan Angliya Sharqiy Hindiston shirkatiga Boburiylar egiligidagi Janubiy Osiyoda alohida imtiyoz berdi. 1627-yili 8-oktyabr Jahongir Shoh
58 yaşında vafot buludu. O 1569 yılı 31 avgust tug'ilgan edi. Gerçi mazkur şirket dastlabda faqat savdo imtiyoziga qanoat qilgan bo'lsa-mu, ammo eng oxirgi kuchli hukmdor olamgir Avrangzeb 1709 yılı vafot bo'lgandan yüzaklik holda singib kirishni kuchaytirib 1758 yildan 1858 yilgacha Hindistonni yutib oladi. Ularning utuqliq harakati yuqorqi بىرۇنى yozgan Hindiston haqidagi kitob ichidagi mazmunlar bilan hindilarning ko'nglini utib olishdan kelib chiqqan. 19 asrda Sharqiy Hindiston shirkatining imtiyozi Buyuk Britaniyanimi qatlab tashlab, Manchin xonligiga apyun urush qo'zg'ash, Hindistondagi Baburiylar imperiyasini yiqitish qatorliq saviyaga yetdi. Şunlaşqa ayol padişah Viktoriya 1874 yılı mazkur şirketni tarqitib etib, 1876 yılı Hindistonga o'zi bevosita imperator bo'ladi. Xotima. Olimning shuhrati, keyingilarning baholari va aslash faoliyatlari. Bىرۇنى matematik va fizik olim bo'lib, dorigarlik, ensiklopedik yeziqchilik, astronomiya va tarixga qiziqdi. U olim Mansur bin Iroq qo'lida matematika o'rgangan. Abu Ali ibn Sina va Tehron o'lkasiga joylashgan Ray shahridan kelgan ibn Moskoy qatorliq faylasuflar bilan davrdosh bo'lgan. U sayohat jarayonida grek va sanskrit tilini o'rgangan va ko'pincha arab faris tilida asar yozgan. al-Biruni Hindiston tarixida yozganlardan boshqa ilmiy, tarixiy va astronomiyalik masalalar haqida nurg'un kitoblarni yozgan va ushbulong, chambarak, uzunluq va kenglik, yerning aylanishi va nur tezligi bilan ovoz tezligining farqini hisoblashga to'pi qo'shgan. U yana dorigarlik va meditsina haqidagi kitoblari bilan dong chiqargan. U umrining oxirida Tibobatdagi dorigarlik nomli kitobni yozgan. Kitob har xil dorilarning mohiyati va ularning ismlarini tonish haqida yozilgan. Gretsiya faylasuflaridan Aristotel, Arximedes va boshqalarning asarlarining ta'sirida al-Biruni ilmiy tadqiqotini 17 yoshida boshlagan. U quyoshning kengligi va uzunligini hisoblab chiqqan. U quyoshning harakatidan barliq fasllarning qachon boshlanganligini belgiladi. U yer sharining diametrini bugungi sonliq qimmatga nihoyatda yaqin kelgidek darajada to'g'ri topgan edi. U jug'rofiya ilmining qurg'uvchisi bo'ldi. Insonshunoslik va hindishunoslik otasi deb ta'riflandi. U Hindistondagi chig'ida o'rgangan trigonometriyani astronomiya bilan ayrim ilm deb qarash kerakligini o'ttirib qo'ydi. Yadroni trigonometrik funksiyada birlik qilib ishlatish taklifini berdi. al-Biruni astronomiya va jug'rofiyalik o'lchash uchun nurg'un qurollarni ijod qildi. Vaqtga qarshi u tadqiq qilib chiqqan nurg'un o'lchash asboblari vaqtning o'tishiga ergishib g'oyib bo'ldi. Faqat piknometr, mexanik astrolaba va bir qism xarita mo'lchari ta hozirgacha saqlanib kelgan o'lchash qurollarga aylandi. al-Biruni nihoyatda yaxshi ensiklopedik yozuvchi edi. U o'zining al-asaril baqiya
әніл құрунил халия, ya'ni qadimgi davrdan qolgan asar atiqalar nomliq kitobida o'tira va yaqin sharqda ishlatilgan kalendar sistemasini ko'rsatdi. U Hindistonning o'rta asrdagi dastlabki ilmlarini tasvirlab, matematika, astronomiya va astronomiyaning asoslarini tushuntirdi. al-Biruni o'rta asrdagi islom davrida to'nilgan eng ulug' olimlarning biri deb qaraladi. Uning bilimi fizika, matematika va tabiiy fanlarni o'z ichiga oladi. U tarixchi, tilshunos va vaqtshunoslik olimi sifatida ko'zga ko'rinarlik o'ringa ega edi. al-Biruni ilm-fanning hamma sohalarini degidak o'rgandi. Uning tadqiqoti va jafoliq ajri mukofotlandi. Uni texmi rag'batlantirish uchun xon ordisi va jamiyatdagi nufuzi kuchlik arboblar uni ilmiy tadqiqot va ba'zi ishlarni bayqashga undash uchun faol qo'lladi. al-Biruni İslamiyetning oltin davrida yashagan olim bo'lib, barg'anli yerda islom dinining metodologiyasi va tafakkuri bilan birga ilmiy tadqiqot elib berilgan. al-Biruni bu xil ta'sirdan boshqa millatlarning ta'siriga uchragan. Masalan, Gretsiyaliklar uning falsafa tadqiqotidan ilhom olgan. al-Biruni Xorazm, Paris, Arab, Gretsiya, Sanskrit, İbrani va Suriya tillarini pishiq biladi. al-Biruni ko'p vaqtini G'aznaviylarning poytaxtiga aylangan. Ya'ni hozir Afg'onistonning sharqiy markaziga joylashgan G'aznida o'tkazgan. al-Biruni Janubiy Osiyoga sayohatga berib, Hindistonda qo'llanilgan hindi dini ustida izlangandan keyin Hindiston madaniyati to'g'risida, Hindiston haqida aql qabul qila oladigan narsalar to'g'riliq tadqiqot nomliq zo'r hajmli kitobni yozgan. Bu kitob Hindiston degan nom bilan mashhur bo'lgan. al-Birunining ismi Hindistonliklarning otasi yoki Hindistonlik ilmning otasi deb shuhrat topdi. Ba'zi tarixshunoslarning qarashicha, ayni vaqtda Firdavsi yozgan Shahnoma Eronning qutqizilgan tarixi deb atalgan bo'lsa, mazkur asar qadimgi Hindistonning qutqizilgan tarixi deb atalgan. U yana nurg'un millatlarning urf-odati va e'tiqodi haqida sistemalik yozganligi bilan to'nilgan. U 11-asrning beshida Hindistonni misli ko'rilmagan darajada tasvirlaganligi uchun ustoz, ya'ni buyuk professor deb atalgan. Hozirgi davrimizda qiliplashgan yoki sonliq qimmati intayin yaqin bo'lgan bir turkum mineral moddalarning nisbiy zishligini to'g'ri tepib chiqa olgan. Bu Biruni haqidagi mo'jizalik bayonlarning surini oshirgan. Birunining tavalludining 1000 yilligi munosabati bilan uning hayoti to'g'risidagi film 1974-yili Sovet ittifoqida ishlangan. Uning ismi yana Ayshardagi yonar tog' o'rnaklarining biriga berilgan. Yana kichik bir sayyor yulduzga 9936 al-Biruni deb ad qo'yilgan. 2009 yil 6-oyda Iran Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Viyanadagi ishxonasiga arxeologiyalik saroy hadiya qildi va Viyana xalq markazidagi markaziy xotir saroyiga ko'rgazmaga qo'yildi. Bu saroyga o'limalar bo'lmasi deb ism qo'yilgan bo'lib, uningda Abu Ali ibn Sina, Abu Rayhan al-Biruni, Abu Bakri Muhammad bin Zakariya al-Razi va Umar Hayyam qatorliq 4 dangliq dunyoviy tadqiqotchining haykali bor edi. Eronliklar hozirmi Birunining
ana tilining Paris tilining bir şivisi ekanligini, chala arab tarixchilarining bir qism ishonchsiz hujjatlarini hamda uning bir mazgil Sultan Qabus bilan Ironda yashaganligini tutqi qilib, izchil Abu Rayhan بىرۇنىنى Paris idi deb ching turmoqda. Tojiklar bo'lsa uni tojik idi deb jar solmoqda. O'zbeklar uning O'zbekistonda turganligini aytib, o'zbek ekanligini da'vo qilsa, afg'onlar uning G'aznida vafot bo'lganligini shifra keltirib, uning afg'onlik ekanligini jar solmoqda. Türk umumiy tarix tarafdorlari olimning Türk irqidan ekanligini ilgari sursa, bichora Uyg'urlar davlatsiz va xalqaroda o'rni yo'q bo'lg'achqa, ega chiqishga haqliq barliq olimlarga ega chiqishdan mahrum qolgandan sirt, hatto badam do'pi bilan atlasni o'zbeklarga, yo'lliq don bilan poloni tojiklarga tatqizib qo'ymoqda. Yig'ib aytganda, vatansizlik asoratda uzun muddat qilishimiz bizning yiroq o'tmishimizni qandoq tortib olgan bo'lsa, hozirmi bugungi ta'alluq barcha haqlarimiz yana shundoq tortib ilinmoqda. Uyg'ur xalqi umumyuzlik o'ylanadigan, harakatlanadigan va torta oladigan vaqt allburun keldi. Chunki bu qitim yana o'rnimizdan turolmasak, endi mangu qopib ketolmaymiz. Abu Rayhan بىرۇنىنىڭ dunyo turkologiya ilmi va Uyg'ur tarixi qo'shgan unutilmas to'hpisi. Ensiklopedik olim Abu Rayhan بىرۇنىنىڭ dunyoviy turkologiya ilmi va umumiy Uyg'ur tarixining intayin nozuk va muhim sirlarini ochib berganligi haqida mustaqil bir tema yozilmasa, mazmunini osonlikcha yo'rt qilib bo'lmaydi. Shundaqdimi mazkur tarjimal yanami uzrab ketmasligi uchun biz faqat ikkala atalg'uni misol keltirish orqali bu mazmunni qisqacha eslatmoqchi bo'ldik. Birinchi, turishka. Turishka atalg'usi uzundan beri zodi qaysi qavmni ko'rsatganligi aniq bo'lmagan hindicha atalg'u bo'lib, bu g'alati atalg'uni tunji bo'lib, Abu Rayhan بىرۇنى bizga yeshib bergan. U sanskrit tilini pishiq bilgachga, uzun yillik til tadqiqot va tarix bilimlariga asosan turishkini turk deb kesib etgan. Shuning bilan dunyo turkologiya sohasi va tilshunoslik sohasida ma'nosi aniq bo'lmagan muhim bir uqum yo'ritilib, eng qadimgi hindicha manbalardagi turklarga aloqador qimmatlik tarixiy uchurlar umumiy turk tarixini texmi beyitgan. Agar بىرۇنى bo'lmagan bo'lsa, zamonimizda turk atalg'usini turishga deyish, udum peti qep qilishi hamda nurg'un tarixiy uchurlar egisini topolmasligi mumkin edi. Ikkinchi, kanishka. بىرۇنى Qaraxonlar, G'aznaviylar va Saljuqiylar xon jamoatlarining kelib chiqishi haqida to'xtalganda, ularning hammasining o'xshashla qaniq degan urug'dan kelib chiqqanligini ta'kidlagan. Bu yakun Uyg'ur tarixining eng murakkab va chekish tugunini yeshib tashlagan. Chunki G'aznaviylarning dangliq sultoni Mahmud va dadisi Subuq tekin haqidagi qimmatlik ma'lumotlarni tunji bo'lib بىرۇنى aniq o'ttirib qo'ygan. Biz bu haqda yuqorqi asarlar babida qisqacha to'xtalib o'tdik. Ya'ni G'aznaviylar xon jamoati aslida Qaraxonlar xon jamoatining bir qismi bo'lib, Samaniylar bilan bo'lgan urushlarda ular asirga ilinib, bo'lib ketilgan. Saljuqiylarga kelsak, ularning musulmon bo'lishdan burunqi ismlarga qarsaqlar, ularning aslida Yahudi diniga e'tiqod qiladigan Hazarilardan ekanligi aniq bo'ladi.
Hammaga ma'lumki 650 yili g'arbi ko'kturuq qag'anligi uzil kesil munqarz bo'lganda uningga qarashliq Hazar xonligi kuchlik qag'anliqqa aylanib birla vaqtda Arab Ümmeyyeler xalifaligi va Sharqi Rim imperiyasi bilan 100 yillab urush qilib, xo'rab, oxirida har ikki dinning birining dushmani bo'lib qolmaslik uchun 740-yili Yahudi diniga kirgan. Biroq Hazar qag'anligi keyincha tunji O'rus davlati tarafidan munqarz qilingan bo'lib, tarkibidagi asosli qabilalar ya Pachanak turklarga qo'shilib, g'arbga ko'chib ketgan yoki sharqqa ko'chib kelib, koni qarindosh qabilalar ittifoqi O'g'uz yabg'uligiga qo'shilib ketgan. Saljuqining dadisi Taqa Bagmo ana shu qatorda O'g'uz yabg'uliga bay'at qilgan. Keyin Saljuq O'g'uzlardan qochib, Buxoroga kelib, islom diniga kirgan. Bu çağda onun oğulları İsrail, Mikail, Musa ve Davudlar bulup, Saljuq 1007-yili g'arbi Qaraxonlar zemini bo'lgan Jontda qazo qilgandan keyin uning cho'ng o'g'li İsrail Arslan Yabg'u nomi bilan qabila boshlig'i bo'lgan. Keyincha Mahmud G'aznavi Yusuf Qadirxon bilan birlashib 1024-yili İsrailni tutqun qilib, Kalanjir qal'asida o'lgicha nazarband qilgan. Uning o'rniga ikkisi Mikail qabila boshlig'i bo'lgan. Biroq u uzun o'tmayla Mahmud G'aznavining hujumida 1028-yil o'lib ketib, o'rniga ikki o'g'li Chag'ir bag Davud bilan To'g'rul bag Muhammad qabila boshlig'i bo'lgan. Chiqish yo'li qolmagan Saljuqilar Yusuf Qadirxonni panoh tortib Qashqarga kelgan. Turklarning qag'anliqqa sodiq bo'lishi ularni tashqi xatardan saqlab qoladigan yaxshi chora edi. Mana shu To'g'rul bag 1045-yili Bag'dod xalifasiga o'zini tonishtirib maktub yozganda, "Men ilgirki aldamchi va kazzob kishilardan emas, balki samimiy va so'ziga sodiq ulug' Hun naslidan" deb sifatlagan. Bىرۇنى yuqorida aytgan hukm xarakterlik yakun To'g'rul bagning o'z og'zi bilan e'tirof qilganlari undan boshqa 1074-yili 10-fevral bittirilgan Divoni lug'atdan turkda Mahmud Qashqarining Tangri insonlar ichidan turklarni tanladi. Men Tangrining saltanat quyoshini turklarning burjida tug'dirganligini ko'rdim. Men turklarning eng usta nayzivozlaridan, zamonimiz sultonlarimo shulardan degan bayonlari buni texmo kuchaytirdi. Shundoq bo'lganda, hozirgi zamondagi xato tarixiy qarash bo'yicha nuqul jug'rafiyalik o'rniga qarabla sharqdagi Qaraxonlar Uyg'urlarning, janubdagi G'aznaviylarni Iron Afg'onning, g'arbdagi Saljuqilarni Anatoliya turklarining hokimiyati va ajdodlari deb turib xatolik. To'g'risi G'aznaviylar bilan Saljuqilar ham nasab jihatdan, ham diniy e'tiqod jihatdan Qaraxonlardan shoxlab chiqqan putoqlari va g'o'llari bo'lib hisoblanadi. Bundaq bo'lganda Hazarlarning Uyg'urlardan kelib chiqqanligi haqidagi qarashlar texmo kuchaydi. Asar tamam. Mەnbە Uyg'urlar tor ژورنىلىنىڭ 10-sanidan elindi.